Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlar bilan juda ham muhim bir masala, juda ham hammaga kerakli, hammaga emas, chekuvchilarga kerakli masala haqida gaplashamiz. O'zimni hayotiy tajribam 50 yil chekdim. Qanday qilib sigaretni tashladim? Shaxsiy tajribam. Eshitdinglar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarga hayotimdagi eng muhim qarorlardan biri haqida gapirmoqchiman. Men qariyb 50 yil sigaret chekdim. Ko'p marta tashlashga harakat qildim. Lekin yana qayta boshlardim. 1 oy, 2 oy, 3 oydan keyin yana qaytib boshlaverardim. Bir kun esa o'zimga qat'iy qaror qo'ydim, vazifa qo'ydim. Bas, endi sigaret chekmayman. Bugun sigaretni tashlaganimga 4 yil bo'ldi. Eng qizig'i, men hech qanday tabletka, plastir yoki dori-darmon ishlatmadim. Meni faqat irodam va to'g'ri fikrlash qutqardi. Avvalo men atrofimga qaradim. Ilgarigidek ko'chada sigaret chekuvchilar juda kamayganini ko'rdim. Jamoat joylarida chekishga cheklovlar qo'yildi. Bu ham menga o'ylashga sabab bo'ldi. Necha bir mana shu tartibni, jamoat tartibini saqlaydigan odamlar kelib, yoshingiz katta ekan, sigaret chekyapsiz, mumkin emas degan gaplarni har bir eshitganimda menga juda ham katta ta'sir qildi. Bundan tashqari, men sigaretni zararlarini har kuni o'zimga eslatdim, xayolan eslatdim. O'zimga shunday savol berdim. Nega men o'z pulimni to'lab, o'z sog'lig'imni buzishim kerak? Nega farzandlarim va nabiralarim bilan uzoq yashash, ana shularni kamolatini ko'radigan paytda men o'lib ketishim kerak degan gaplarni, fikrlarni o'zimga tez-tez eslatdim. Bu fikrlar meni kun sayin kuchliroq qildi. Yana bir narsa haqida o'yladim. Sigaret faqat sog'liqqa, balki byudjetga ham katta zarar. Masalan, bir quti sigaretni shartli ravishda 10 ming so'm deb olaylik. Hozir 10 ming so'mlik sigaret yo'q. Eng pasti ham 10 mingni tepasi o'zi. Bir kunda bir quti sigaret chekdi deganda yo'q, bir quti sigaret ham hozir chekmay 1,5 quti chekar, 2 pachka chekar. Biz baribir 10 ming so'm bir pachka deb hisoblaylikda 10 kunda 100 ming so'm bo'ladi. Bir oyda 300 ming so'm. Siz bilan biz olayotgan, agar pensioner bo'ladigan bo'lsak, 300 ming so'm pul yo'q tutu. Uni o'rniga 2 kilo qo'y go'shab kelib, yo'qsa mol go'shab kelib, oilangiz bilan maza qilib qo'rib yeganga nima yetsin? Bir yilda shu 3 million 600 ming so'm bo'lar ekan. 10 yilda 36 million, 50 yilda 180 million so'm bo'lar ekan. Ana. Bu eng kam hisob. Aslida sigaret narxi bundan ham qimmat. Ko'pchilik bir kunda 1,5-2 qutigacha chekar ekan. Xarajati yana oshib ketadi. O'ylab ko'ring. Bu pulga mashina olish mumkin edi, uyni ta'mirlash mumkin edi, farzandlarni o'qitish mumkin edi. Eng achinarlisi esa puldan ham qimmat narsa sog'liq. Sigaret o'pkaga, yurakka va butun organizmga zarar yetkazadi. Nafas olishni og'irlashtiradi. Ko'plab xavfli kasalliklar xavfini oshiradi. Insonni ertaroq qaritadi. Men shu haqiqatni qayta o'ylab yurdim. Sigaret chekkim kelganda esa boshqacha yo'l tutdim.
3-4 marta chuqur nafas olardim va sekin chiqarardim. Bu meni tinchlantirardi. Sigaretga bo'lgan xohish esa asta-sekin pasayardi. Xuddi mana shu yo'l. Bu usul menga juda katta yordam berdi. Yana bir muhim maslahat. Agar sigaretni tashlamoqchi bo'lsangiz, ichkilikni ham albatta tashlang. Ichkilikni tashlamasdan turib sigaretni tashlash mumkin emas deb o'ylayman. Chunki ichkilik ko'p odamlarda sigaretga bo'lgan xohishni yanada kuchaytiradi. Shuning uchun mening fikrimcha ichkilik va sigaret bir-biriga bog'liq odatlar. Birini tashlasangiz, ikkinchisini ham tashlash osonroq bo'ladi. Eng asosiysi esa iroda. Men har kun o'zimga shunday derdim. Men kuchliman. Mening irodam yetadi. Men uzoq yashashni xohlayman. Men farzandlarim va nabiralarim bilan sog'lom hayot kechirishni xohlayman. Shuning uchun men sigaret tashlayman. Mana shu so'zlarni o'zimga qayta aytdim. Natijada men 50 yillik odatni tashladim. Bugun esa sigaretni tashlaganimga 4 yil bo'ldi. Aziz do'stlar, agar men 50 yillik odatni tashlay olgan bo'lsam, siz ham albatta tashlay olasiz. Faqat qaror qabul qiling, irodangizga ishoning va birinchi qadamni bugun qo'ying, ertaga qo'ymang bu qadamni. Ertaga qoldirmang, bugun qo'ying bu qadamni. Sog'ligingiz ham, oilangiz ham, hamyoningiz ham sizga rahmat aytadi. Agar ushbu videodagi tajribam sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Men bu yerda yana ham boshqa bir yo'llarini men aytib o'tmadim. Yana boshqa sirlari, boshqa yo'llari ham bor. Kommentariyaga yozing. Men u yo'llarni ham sinab ko'rdim. Hammasini kompleks olib bordim. Bu hammasini. Kommentariyaga yozing. Men sizlarga chiqaman. Aytaman yana boshqalarni. Endi boshqa sigaret tashlaganlar qanday qilib tashlaganligini kommentariyaga yozinglar. O'z tajribalaringizda. Men buni ommaga olib chiqishga, YouTube kanaliga olib chiqishga olib chiqaman. To'g'ri, yaxshi fikrlar bo'lgan bo'lsa, olib chiqamanda muallifning nomini ham aytib o'taman. Bu juda ham yaxshi bo'ladi, foydali bo'ladi. Biz har bir odamni mana shu yomon illatdan qutqarishga ozgina bo'lsa ham o'zimizni hissamizni qo'shsak, bizga juda bir savob bo'ladi. Biz o'zimizga o'zimiz motivatsiya bo'ladi. Ko'hrakni ko'tarib, meni orqamdan monchasi tashlayapti-yu, meni maslahatimni ham olishadi-yu degan fikrlar bilan yuramiz. Barchangizga mustahkam sog'lik, kuchli iroda va uzoq umr tilayman. Rahmat e'tiboringlar uchun.